kim yaxshilar biz menda qadrimni baland etmas. San'atda xonandalikning otasi ham, onasi ham jarangdor, sohir, insonni o'ziga maftun etadigan ovoz degan fikr bor. Mana bunday qo'shiqlarni eshitganingizda bu fikrning naqadar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilasiz. Bunday ashulalarni bir eshitsangiz, yana eshitish sog'inchi paydo bo'laveradi. Shunday ekan, ushbu g'aroyib, sehrli ovozi xalqimizga tanish bo'lgan ulug' san'atkorning hayot yo'llari qanday kechgan? Uning orzu maqsadlari, armonlari nimalardan iborat bo'lgan? Uning umri, e'tiqodi, hayotidan izdoshlari uchun, umuman musiqa san'ati, xonandalar uchun nimalar ibrat bo'lib, saboq bo'lib qoldi? Undan san'atda qolgan boy meros nimalardan iborat? Tilaller baramandin men tilab tamam biridin va ibarat zaman ağam din kimandan istegey bara o'zi ham bahraman bo'lmas mani ham bahraman etmas. Bir 1917 yil Xorazm. Muarrixlar tarixiy bitiklarida, tazkiralarida shu yil voha uchun nihoyatda alg'ov-dalg'ovli kechganligini yozib qoldirganlar. Buning sabablari ko'p edi. Dunyo miqyosida ro'y berayotgan o'zgarishlar voha hayotiga ham ta'sirini o'tkaza boshlagandi. Turli tahdidlar tufayli Xivada osoyishtalikka putur yetadi. Bundan voha aholisi o'rtasida norozilik kuchayadi. Ana shunday kunlarning birida Xivada ko'p yillar ishlagan Otaniyoz Oxund Niyoziy dunyo ishlaridan etak silkib shaharni tark etadi. Shovot bekligida Bo'yrachi qishlog'idagi uyida osoyishtalik topadi. Ko'pdan beri ko'nglida orzu qilib kelgan arab, fors shoirlarining she'rlarini tarjima qilishga kirishadi. Ogahiydan meros tarixnavislikni davom ettiradi. Shoirlarning eng yaxshi g'azallariga kuy bastalaydi, yozgan barcha asarlarini to'plab devon holiga keltiradi. Devonning 3 ta nusxasini erinmasdan o'zi ko'chirib chiqadi. Chiroyli bitilgan 3-nusxaning oxirgi sahifalaridan biri hoshiyasiga Foziljon, uning yoniga endi tug'ilgan farzandi Komiljon nomlarini bitib qo'yadi. 2 farzandi hamda asarlari jamlangan devon Otaniyoz Niyoziyning bu dunyodan topgan ardoqli ne'matlari edi. Ogahiy shu davrda faoliyat ko'rsatgan, Komil Xorazmiy o'sha davrda faoliyat ko'rsatgan juda buyuklar, katta shoirlar, Rog'ib deymiz, Bayoniy deymiz, keyinchalik Chokirlar kelib qo'shilgan, Avazotarlar keyingi davrda faoliyat ko'rsatgan, ta 10-yilgacha tabibiylar faoliyat ko'rsatgan. Ana shu katta shoirlar davrasida Niyoziy degan ham talantli, g'oyat talantli bir shoir faoliyat ko'rsatgan. Adabiy uyushmaga jamlanish o'zi qiyin. Har kim unga ham botini olmaydi, har kim kira olmasam kerak u davraga. Lekin Niyoziy shu o'zini talanti bilan, o'zini mahorati bilan, Feruzga ma'qul tushganligi bilan, asarlari ma'qul tushganligi bilan, g'azallari ma'qul tushganligi bilan ana shu adabiy anjumanlarga jalb etilgan. Juda katta o'zidan yaxshi bir meros qoldirgan. Tarixchi Muhammad Yusuf Bayoniy bir asarida
shoir, bastakor, xattot Otaniyoz Ohundning uyi ilm ahli, ijodkorlar, san'atkorlar yig'iladigan joylardan biri edi. Bu yerda Xudoybergan Muhurkon, Matyoqub Pozachi, Matyoqub Xarrat, Qurji ota, Xudoyk ota, Bobojon bola kabi san'atkorlar, doimiy Rasul Mirzoboshi, Iskandar Mahsum, Boltadevon Nadim, Komil Devoniy singari ijodkorlar hamkorligida Navoiyxonlik, Bedilxonlik, Qissaxonlik anjumanlari, qo'shiqchilarning diyralishmalari, musiqachilarning so'z suhbatlari tez-tez bo'lib turardi deb ma'lumot beradi. Bunday anjumanlar xonadonda 20-yillarning o'rtalarida ham davom qilib turgan. Foziljon va Komiljon ana shunday suhbatlardan quloq qoqma bo'lib o'sishadi. Otaniyoz Ohund ularning ta'lim olishlari, ijod va san'at sirlaridan ko'proq voqif bo'lishlari uchun bor kuchini ayamaydi. yillarning oxirlariga kelib, Otaniyoz Ohund Niyoziy hayotdan ko'z yumadi. Oila tashvishlari farzandlar zimmasiga tushadi. 10 yoshga to'lgan Komiljon mol boqadi. Keyinchalik o'sha davrdagi bolalik xotiralarini bir she'rida otaliqning molin boqdim bahorda, o'zi turmay turg'izadi saharda deya o'kinch bilan eslaydi. 1932-yilda Shovot tumanida yoshlar uyi ochiladi. Komiljon Otaniyozov ana shu yoshlar uyida yashab, maktabda o'qishni davom ettiradi. Yoshlar uyida ochilgan san'at ansambliga qatnashadi. 1935-yilda maktabni bitirganidan keyin o'z qishlog'i Bo'yrachiga kelib, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 1936-yilning oxirlarida Shovotda san'at truppasi tuziladi. Ana shu truppaga yosh Komiljonni ham taklif qilishadi. Uning san'atdagi ilk yo'li ana shunday boshlanadi. Her bir kimse hem yaşlıktan ulgayadı. Biz yaş vaktimizde pada bakıp, mal bakıp, koy bakıp şu ayağa yetkemiz. Kişi bir denige şunday olup duralmıydı. Sekin ösüp, sekin o ayağa yeterdi. Mene şu yaş vaktimizdeki pada bakkan dövrlerde halkımız tamamına icat kılınan bir kiçkine eşvillerini ben aytar edim. Şunu bir yadlap, şu vaktini bir eske salıp, 13-14 yaşı vaktimizi eske salıp sizlerge şunu aytıp vermek için. Atalıktın, malın baktın beherde. Atalıktın, malın baktın beherde. Özü turmayı uyugatıdı seherde. Şeygen aşlar yey, közünün yaşındayı. Çakmak taşla onunu birer naharda. Poklik avloddan avlodga ko'chuvchi bir nasliy bir xususiyat. Misol uchun bu kishini otalari, padar buzrukvorlari Otaniyoz Ohund ham juda pok tiynatli odam bo'lganlar. Endi o'sha pok tiynat keyin o'sha poklik oqibatida vujudga keluvchi mardlik xususiyatlari Komiljon akani ovozlariga ko'chgan. Komiljon akani ovozlarida u narsa ovozlariga yo'g'rilib xalqni diliga, xalqni qalbiga yetib borgan. Ana shu sababdan o'sha
Komiljon ana ovozdagi o'ktamlik, mardlik, o'sha o'zbeklarga, Xorazm xalqiga xos bir jo'mardlik, tantilik, mardonalik o'sha xalqni maftun qilgan. Nafaqat Xorazm vohasini, balki butun O'rta Osiyo xalqlarini ana shu ovoz maftun qildi. O'tgan asrning 30-yillaridagi qatag'on qamchisi Niyoziylar uyini ham chetlab o'tmadi. Sho'ro hukm farmolari allaqachon hayotdan ko'z yumgan Otaniyoz Oxundni saroyda xizmat qilgan odam sifatida qoralaydilar. Uyini tintuv qiladilar. Uydan topilgan nodir qo'lyozma asarlardan bir qopini Shovot kanaliga oqizadilar. Yana bir necha qopi yerga ko'miladi. Uning xattotlik buyumlari, musiqa asboblari, kuy bastalagan qo'shiqlari matnlari musodara qilinadi. Shoirning bevasi Anbar momo Niyoziyning devonini asrab qolish maqsadida qo'lyozmani katta xum ostiga joylab ustini suvatadi. Shu tariqa uning nodir qo'lyozma asari avlodlar uchun saqlab qolinadi. Komiljon otasining devonidagi asarlarning hammasini yodlab olgan, ularni so'zma-so'z, satrma-satr yaxshi bilardi. Nafaqat otasining, balki mumtoz adabiyot vakillarining ko'plab g'azallari uning qalbiga muhrlangan edi. Lekin o'sha paytlarda bu g'azallarni qo'shiq qilib ijro etish nari tursin, she'r sifatida tilga olishning o'zi og'ir jinoyat edi. Shuning uchun yosh san'atkor 30-yillarning oxiri, 40-yillarning boshlarida Shovot tumanida, keyin Gurlan tumanida, so'ngra Xiva shahridagi tashkil etilgan san'at truppalarida ishlagan paytlarida laparlar, xalq yo'lida aytilgan yengil qo'shiqlar, og'zaki ijod namunalari bo'lgan dostonlardan parchalar ijro qiladi. Quvvai hofizasi kuchli bo'lgan Komiljon Go'rovli turkumidagi o'nlab asarlarni, ayniqsa Yusuf va Ahmad qissasini, Xirmondali, Bozorgon dostonlarini mukammal bilardi. Shu bilan birga u boshqalarga bildirmagan holda mumtoz qo'shiqlar, maqomlar bilimdonlari bo'lgan keksa san'atkorlar Matyoqub Otajonov, Qo'shoq Annamurodov, Abdukarim Abdurahmonovlardan qadimiy Xorazm qo'shiqchilik san'ati sirlarini o'rganadi. Bu saboqlar uning keyinchalik o'ziga xos xonandalik yo'lini egallashida muhim rol o'ynaydi. Bir kuni direktorimiz har kuni endi kechagi bo'lgan asarlarni muhokama qilinadi, boshqa qilinadi, ertalab 10 da. O'sha muhokamadan keyin birdan kollektivga savol tashlab qo'ydilar. Shu kollektiv ichida bir Shovotda Qora bola degan bitta ashula chiqqan ekan. Bitta yarimta eshitganlaringiz bormi? Desa, Ahmadjon aka degan bitta olg'ir bir zam direktorimiz bor edi. Men eshitganman dedi. Bo'lmasam dedi, shuni siz borib dedi, bir shuni shu teatrga olib kelishning ilojini ko'ring dedi. Bo'pti dedi. Shu bilan o'sha kishi ketdilar. 44-yilning shu yanvar, fevral qish paytlari edi. Birdan 3 kunga qolmasdan Komiljon akani yetaklab keldilar. Vaqtlar o'taverdi. Bu kishi o'ziga ansambl tashkil qilib oldilar shu teatrda. Bir 12 kishilik ansambl qildilar. O'sha paytda endi baribir xalqimiz muzikasiz, konsertsiz tura olmaydi. Shu bilan Komiljon akam olib chiqib ketdilar. Birinchi Shovotdan boshladik. Har holda o'zlarining tug'ilgan joylarimi yoki boshqami? Shu endi arava ham yo'qda ba'zi vaqtlarda, arava ham topilmay qoladi. Yaxshi hamki haligi Shovot bor ekan. Shu bitta kema topib olib 12 kishi o'sha kemaga minib oldik. Baxtga qarshi qarangki,
Komiljon aka juda og'ir kasallanib qoldilar. Bilmadim, shamolladilarmi, bilmadim, boshqa bir shu hatto yotib qoladigan ko'rpa to'shak qilib qoldilar-da. Mana shuna qilib Komiljon aka bilan ish boshlaganmiz. Keyin qarangki, qora bola birdan bir yillar o'tib boshqa qilmasdan Komiljon bo'lib ketdi. Komiljon akani yoshliklarida bola baxshidan dastonlarni, She'rozi va matbana ota ustozlardan Xorazm kuy va qo'shiqlarini va Xorazm maqomlarini o'rganganlar. 1943-yilning bahori Komiljon Otaniyozov hayoti uchun yangilanish pallasi bo'ldi. Uni Ogahiy nomidagi viloyat musiqali drama teatriga ishga qabul qilishadi. Shu yili teatrga Xorazm maqomlari va mumtoz san'atining ulug' namoyandasi Matbona ota Xudoyberganov ham taklif qilinadi. Bu davrga kelib klassik qo'shiqlar ijrosiga yo'l ochilgan edi. Shu sababli keksa va yosh san'atkor hamkorligi yaxshi samara beradi. Bu hamkorlik salkam 10 yil davom etadi. Komiljon ustozidan maqomlarni, ularning aytim yo'llarini, san'atkorlarning ijro uslublarini, tanlanadigan g'azallar matnlarini, ijrodagi qochirimlarni, maqomlardagi an'anaviylik sirlarini mukammal o'rganadi. U teatrdagi yetuk xonandalardan, maqom ustalaridan biriga aylanadi. Matbana Xudoyberganovning sa'y harakatlari bilan vohada maqom san'ati qaytadan tiklanadi. 1949-yilda Matbana ota kuzatuvi ostida Xorazm maqomlari san'atshunoslik institutida ko'plab san'atkorlar ijrosida magnit tasmalariga yozib olinadi. Ana shu tasmalarga Komiljon Otaniyozovning Karimjon Ismoilov bilan birgalikda rost, do'goh, navo, segoh maqomlarining aytim yo'llarini to'la turkum shaklida ijro qilgani muhrlangan. Urushdan keyingi yili Komiljon Otaniyozov tashqi o'zga bir anjumanga boradi. Anjuman paytida davraga mashhur xonandalardan biri kirib keladi. U Komiljonga "Sen ustozim Abdukarim Abdurahmonovning shogirdi ekansan. Yaxshi ovozing bor emish. Qani bir aytishib ko'raylik" deydi. Shunda u "Men siz bilan aytishga yaramayman, ustoz" deya iltifot ko'rsatadi. O'sha san'atkor xonanda bellashuvdan qo'rqmasligi kerak. Aytishuvga yaramasang san'atni tashla. Qo'rqmasang aytishuvni boshla dedi. O'sha kuni anjuman aytishuvga aylanadi. U 6 soat davom etadi. O'sha mashhur hofiz nihoyat Komiljonning yetuk sozandaligi, jarangdor ovozi, maqomlarni puxta bilishidan hayratga tushadi. Bellashuvda yengilganligini tan oladi. Aytishuvdan keyin Bakuga borib, hunarmand ustalarga nihoyatda jarangdor, yaxshi tor yasatib kelib, Komiljonning qo'liga tutqazadi. Bu tor Komiljon Otaniyozovning san'atda doimiy hamrohi bo'lib qoladi. Bir 1946-yilda mana shu Toshkentda Navoiy teatri bitgandan keyin, urushdan keyin eng sara ashulachilarini chaqirilib 3 kun konsert qo'yildi. Ashulama aytgandan keyin juda alqishlar zo'r bo'lgandan keyin men chiqib ketayotganimda "Bu yana kel" dedilar. "Lavay" dedim. "Sen meni tanımaysan?" "Yo'q, og'a, men sizni birinchi ko'rishim" dedim. "Bo'lmasa" dedi, "sen quloq sol" dedi. "Ben urgatsam darrov ola olasanmi?" "Darrov olaman og'a" dedim. Shoh sanamni o'zini ashulasi Ozod qil bilan onasini ashulasi O'g'lima o'xshaydi ovozing sani ikkalasini yozib berdi. Yozib oldimdan endi dedi, "Seni yodlashingni kutaman" dedi. "Yoddan aytib bersang aytasan, bo'lmasa aytmaysan" dedi. Ertangisi soat 6da turib yodladim.
qani yodladingmi Havon? Qani yodlab aytib ber dedi. Keyin men yoddan birinchi o'g'lima o'xshaydini aytib berdim. Yana qaytar dedi, yana. Keyin borib torlarini oldidan, endi sen ichingdan ayt dedi. Ko'yga solib dedi. Men dedi, chalamandan dedi, aytaman. Sen şu ashullarni o'rganasan shunda. 2 martaba o'zlari aytdi, men ichimda aytib, haligini pishirgan. Endi meni bilan aytasan dedi. 2 martaba o'zlari bilan aytdim. Shunday qilib aytganman, ana endi dedi, bugun kechqurunga ertaroq boramiz, sen muzikantlaringni o'rtasida o'zim o'tiraman dedi. Shularni o'rgatib dedi. Ana dedi, sen shu ashullarni aytasan dedi. Xuddi shunday bo'ldi. Hozir kommuna yangi o'rgangan ashulasi, muzikasi Komiljon Otaniyozovniki, so'zi Oshiq g'arib dastonidan o'g'lima o'xshaydi ovozing sani deb turib e'lon qilishi bilan Komiljon akam chiqib o'rtaga kursi qo'yilgan edi, o'tirdi. Komiljon akam uchun yana chapak chalindi. Qarang, ashula aytmasdan burun meni uchun chiqib o'tirdi. Buni kamtarinligi. Shu bilan chiqib turib o'tirdi, chalindi. Birinchi ashulamni yorisidan xalq o'sha birini otasi urushda qolgan, birini akasi, birini o'g'li, birini qarindoshlari, haligilar yig'lamoqqa eshitilyapti. Mikrofon yo'q u paytda. Shunaqa qilib Komiljon akamni birinchi menga o'rgatgan ashulasi mana shu bo'ladi. Ortiqxo'ja aka Tursunov degan rejissyor bo'lganlar. Mana shu Shashmaqom telefilmini o'sha lentaga olib, ana shunda Yunus Rajabiylarning birinchi qilgan ishlarini kinoga tushirgancha ulug' odam edilar u kishi ham. Shu odam bir voqeani aytib beruvdilar. Nima bo'ladi-yu, o'sha Yunus Rajabiy bilan Komiljon aka endi bir qanaqadir bir, endi ular ham inson albatta, nimadir sabab bilan bir-birlaridan qattiq achchiqlanishadi. Bular o'sha kishini aytishlaricha 2 yil bir-birini ko'rmagan ekan o'shandan keyin. O'sha kunlardan bir kun Yunus Rajabiy, Alloh rahmat qilsin, bir uylarida bir to'y bo'layotgan ekan u. Shunda Ortiqxo'jaga u kishi ham marhum bo'lib ketdilar. Mana shu xonadonga kelib Komiljon akaga aytibdilarki, usta Yunus Rajabiy to'y qilyaptilar. Sizlar Komiljon aka indamabdilar. Bormasak bo'lmaydi usta debdilar. Ikkalalaring O'zbekistonda 2 ta odamsizlar, 2 ta dahosilar O'zbekiston. O'zbek san'atini 2 ta dahosi bir-birini to'yida bo'lmasa qanaqa bo'ladi desa, Komiljon Otaniyozov ketdik bo'lmasam debdilar. Shunda keyin bu borgan Ortiqxo'ja aka bilan Komiljon aka, Yunus Rajabiyga qarasa Komiljon aka kelyaptilar. Shunda ikkalasi Ortiqxo'ja aka aytayaptilar endi. Ikkalasi bir yarim minut bir-biriga qarab turganda, qimillamasdan qarab turgan. Keyin ikkalasi ham baravariga kelib bir-birini quchoqlab, bir-biridan kechirim so'rab, shunda Komiljon aka aytgan ekanlarki, sizni qilgan ishlaringizni bizga qadrlaymiz, siz bizni faxrimiz desalar, Yunus Rajabiy xalqqa qarab aytgan ekanki, bu odam tirnog'idan to sochini uchigacha harorat bilan sug'orilgan hofiz bu. Buni ovozida otash bor, buni qalbida olov bor, buni ijrosi olovli juda. Bunaqa hofiz 100 yilda ham bir kelmaydi degan ekanlar. Xalqimiz Komiljon Otaniyozovni sozanda, xonanda, Xorazm maqomlarining mumtoz ashulalarining mashhur ijrochisi sifatida biladi. Albatta u ana shunday darajaga erishgunga qadar san'atning ko'p sohalarida o'zini sinab ko'rgan. Truppalarda ishlab yurgan paytlarida xonandalikdan tashqari rejissyorlik ham qiladi. Ogahiy teatrida ish boshlagach, dramatik aktyor sifatida san'atini namoyon etadi. Farhod va Shirin musiqali dramasida Farhod, Tohir va Zuhra spektaklida Tohir va Parpi Hofiz obrazlari talqini uning eng yaxshi rollari sifatida e'tirof etilgan. Komiljon Otaniyozov san'at ahli orasida bastakor sifatida ham tanilgan. 100 dan oshiq g'azallar, she'rlarga kuylar bastalagan, o'zi yaratgan she'rlarning aksariyati xalq orasida
ashula sifatida mashhur bo'lgan. U yirik sahna asarlariga kuylar ham bastalagan. Aleksandr Stepanov bilan birga Aziz va Sanam, Matniyoz Yusupov bilan hamkorlikda Oshiq G'arib, Sulton Hayitboyev bilan birga So'nggi xon dramalarining musiqalarini yaratdi. Boshqacha aytganda, san'atkor hayot deb atalgan sirli sinoatli dunyoning murakkab jozibasini goh tarixiy, goh zamonaviy voqelik asosida san'at tiliga ko'chira oldi. Ya'ni xalq hayoti, yurtimizdagi ulug' insonlar taqdiri musiqa va qo'shiq tilida tarixga aylandi. Ustoz yana ko'p narsalarga e'tibor berib, led temalar, led tembrlar va shunga o'xshab dramatik ansambllar, xorlarni ham, raqslarni ham ichiga olib kirib, ya'ni o'sha juda katta bir oddiy muzikalniy dramadan murakkab muzikalniy drama asarlarni yaratadilar. Komiljon aka endi bilmaydigan odam yo'q. Bular hammasi hofiz deb o'ylaydi. Faqat baxsh ko'yini aytadi, maqom ko'yini aytadi. Bu to'g'ri. Maqomni ham ustozi, baxsh ko'yini ham ustozi. Lekin bu odam ajoyib aktyor ham edi. Sahnani gullatgan aktyor edi. Farhod degan rollarni Farhod Shirinda, Tohir Zuhrada Tohirdek rollarni, mana shu boshqa asarlarimizda rahbarlarni ajoyib qoyil qilib o'ynardilar. Toshkentning Beshyog'och maydoni yaqinida Komiljon Otaniyozovning xonadoni joylashgan. Shu xonadon atrofida yashaganlar bu uyning eshigi hech yopilmagan. U barcha uchun doim ochiq turardi deb eslashadi. Bu bejiz emas. U butun hayoti davomida uyining eshiklari kabi qalbi ochiq, birovlardan borini ayamaydigan mehr muruvvatli, tanti inson bo'lgan. Urush boshlangan yillar edi deb xotirlaydi atoqli san'atkor Bolabaxshi. Xiva truppasiga mablag' berilmay qoldi. Ana shunda Komiljon oilasining mablag'i hisobiga truppa a'zolarini oziq-ovqat bilan ta'minladi. Truppa shunday saqlab qolindi. 1947-yilda Ogahiy teatri taqdirida ham ana shunday voqea ro'y beradi. San'atkorlar pul yo'qligi uchun 6 oy oylik olish olmaydi. Shunda teatr direktori Komiljon Otaniyozovdan bu borada maslahat so'raydi. Ustoz san'atkor qo'lda tori bilan 1 oy to'yma-to'y yuradi. To'ylardan tushgan bir qop pulni teatrga olib kelib topshiradi. Pul san'atkorlarga oylik qilib tarqatiladi. Komiljon Otaniyozov bunday savob ishlarini ko'p qilgan, lekin biror joyda bu xususda so'z aytmagan. Savob ishning minnatga aylanishini istamagan. Uning qishlog'i Bo'yrachidagi maktabga 50-70-yillarda 40 ming so'mdan oshiq mablag' o'tkazganini o'zi va maktab direktori bilgan xolos. Eskirib ketgan pochta kvitantsiyalari bu fikrlarni tasdiqlaydi. Uning bunday xayrli ishlari ko'p edi. Bunday xayrli ishlar san'atni ham, san'atkorni ham ulug'lagan. Qashqadaryoda bitta kambag'al shu o'g'lim uylanishsaga shu Komiljon akani men to'yga Xorazmdan bo'lsa ham olib kelaman degan ekan. Borimni, sig'irimni sotamanmi, boshqa narsamni sotamanmi? Nima bo'ladi? Biz gastrol bilan bordik. Gastrol bilan borgandan keyin o'sha kunki konsertni shuni to'yi kuni keldi-da, bolam birgina o'g'lim, shunga niyat qilganman sizni. Odini ham Komiljon qo'yganman. Shu to'yini o'tkazib bering, iloyim, sizdek bo'lib yursin deb turib. Shuni to'yini o'tkazyapmiz endi. Komiljon akalar kelibdi to'yga deb turib, qishloqlardan xalq yig'ildi. Ishonasizmi? Joy yo'q. Katta adriya qilindi-da to'y. Haligilarga oylanib yurib aytadi.
herkesini eldige borib turib, aylanib yurib aytadi. Shunaqa qilib, undan keyin Lazgiga bu yoqda endi ikkita qizimiz o'ynayapti yigit bilan. Ularni borib o'shalarni tortinglar, o'ynatinglar deb turib. Tushgan pulni tushgandin tugib xalqqa qarab bizlar quruq keldik. Mana shu bizlarni to'yanamiz. Bo'lmasa Xorazm degan yerdan to'yini bilganimizda qo'chqormi, sigirmi biz ham ko'tarib kelardik bir nimani. Shuning uchun mana shunga bizlarni nomimizdan to'yana qilib oladilarda bir narsani shu kiyovga atab qo'yishadi deb taqdim olib, chollar hammasi qo'l ko'tarib duolar qilib, iloyim biringa mingni bersin deb Komiljon akamga duolar qildi. San'at hayotning mangulik ma'naviy merosidir. Bu meros yillar, asrlar, davrlar osha boyib, boqiylik kasb etib boraveradi. Bu merosni boyitishda, boqiyligini ta'minlashda buyuk san'atkorlarning xizmatlari, yaratib ketgan o'lmas asarlari alohida o'rin tutadi. Komiljon Otaniyozov ham qo'shiqlari, kuylari, yuksak ijrosi bilan bu boqiy merosni boyitishga hissa qo'shgan ulug' san'atkorlardan biri edi. Shuning uchun uning nomi ham, qo'shiqlari ham xalqimiz qalbidan mangulikka joy olgan. Çeşmesinde daima siraf bulmaysan, edep kâuni dinardan. Kim yaxshilar biz menda qadrimni baland etmas. San'atda xonandalikning otasi ham, onasi ham jarangdor, sohir, insonni o'ziga maftun etadigan ovoz degan fikr bor. Mana bunday qo'shiqlarni eshitganingizda bu fikrning naqadar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilasiz. Bunday ashulalarni bir eshitsangiz, yana eshitish sog'inchi paydo bo'laveradi. Shunday ekan, ushbu g'aroyib, sehrli ovozi xalqimizga tanish bo'lgan ulug' san'atkorning hayot yo'llari qanday kechgan? Uning orzu maqsadlari, armonlari nimalardan iborat bo'lgan? Uning umri, e'tiqodi, hayotidan izdoshlari uchun, umuman musiqa san'ati, xonandalar uchun nimalar ibrat bo'lib, saboq bo'lib qoldi? Undan san'atda qolgan boy meros nimalardan iborat? Tilaller baramandin, men tilab tamam biridin ve ibaret tabgaman ağam. Din kimenden istegeyim bare, özü hem behremen bulmaz. Meni hem behremen etmez. Komiljon Otaniyozov bastakorlik, xonandalikdan tashqari
badiiy ijod bilan ham shug'ullanadi. Uning shogirdi atoqli san'atkor Otajon Xudoshukurov xotiralarida bunday deb eslagandi. Ustoz qayerda, qanday sharoitda bo'lmasin, tongda turar edi. Keyin she'r mashqiga tushardi. Shoirlik uning qonida bor. Otasidan meros edi. Lekin yozgan she'rlarni birovga ko'rsatmasdi. Ularni ba'zilarini qo'shiqqa aylanganidan keyin eshitardik. Qo'shiq matnini mukammal bilishi, har bir so'zni chuqur his qilishi, ijrodagi beqiyos yuksaklik uning shoirona qalbi bilan bog'liq edi. Ustoz san'atkor she'rlariga dastlab komiy taxallusini qo'llagan. Keyin esa komil nomi bilan bitgan. Uning arxivida 1000 ga yaqin g'azallar, muhammaslar va turli janrdagi she'riy asarlar to'plangan. Komiljon Otaniyozov 50-yillarda xalq orasida yetuk san'atkor sifatida tanilib ulgurgan edi. Lekin u bu sohada yanada yaxshiroq faoliyat yuritish, xalqqa xizmat qilish uchun ilm olish kerak degan qarorga keladi. 1952-1955-yillarda Hamza nomidagi musiqali bilim yurtida, 1955-1956-yillarda esa Toshkent davlat konservatoriyasida ta'lim oladi. 1956-yildan keyin to umrining oxirigacha O'zbekiston davlat filarmoniyasida xizmat qiladi. Komiljon Otaniyozov qayerda ishlamasin, tashabbuskor, fidoi, san'atkorlarning boshini qovushtiradigan yetakchi inson sifatida o'zini namoyon etgan. 1949-yilda Ogahiy teatri qoshida 50 kishidan iborat ashula va raqs ansamblini tashkil qiladi. Bu ansambl xalqimizga 10 yilga yaqin xizmat ko'rsatadi. 1958-1959-yillarda O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshida Xorazm ashula va raqs ansamblini tuzadi. Lazgi nomini olgan bu ansamblga ko'p yillar rahbarlik qiladi. 1967-yilda Toshhovuz viloyat teatrida xalq ansamblini tashkil etadi. 1973-1974-yillarda Shovot tumanida Feruz nomidagi ansambl uning say harakati bilan faoliyat yuritadi. Bunday ansambllar tuzish, ularning o'ziga xos repertuarlarini yaratish, moddiy mablag'lar bilan ta'minlash hech vaqt ham oson kechmagan. Ustoz san'atkor o'z huzur halovatidan kechib ana shunday qiyin ishlarni amalga oshirgan. To'rtta joyda ansambl qilgan. Ammo har birini qanaqa mehnat kerak bunga, qanaqa bunga mablag' kerak. Bularni har birini xalq ichidan topib olib kelish kerak. Bular tayyor turgan joydan kelib yoqa degan bilan kelgan emas. Shu o'tirishda o'tirib turib, falon joyda falon degan bir ashulachi bor ekan desa, Komiljon aka shu borib o'sha joydan borib topib haligi odamni yaraydimi nimaga yoki faqat shu to'yda bir ikkita ashula bilan davolib ketadimi, o'sha joyda bilib nima qilib keyin shularni tirnoqqa urib keyin olib kelardilar. Endi ansamblni tashkil qilgan bilan baribir o'zlarining ishini davom qiladigan asosiylarni topish kerak bo'ladi shuning ichidan. U kishi aytardilar: "Sen sahnaga chiqqanda sandan 1 metr pastda ajoyib olimlar, ajoyib injenerlar, ajoyib dehqonlar seni pastda o'tirib tomosha qiladi. Sen shuni qadrini bilgin. Qanday insonlar kelib seni tomosha qilyapti. Shularning oldida o'zingni tutishni bilgin. Ko'ylaklaring yechilib, hali shimlaring birisi ko'tarilib, birisi nima qilib, sen ularni yuziga tupurgandek bo'lasan. Chunki shu hamma madaniyating. Ashulang faqat emas, ko'rinishning o'zi ham xalqqa maktab bo'lish kerak. Sen mana shunday insonlarga xizmat qilyapsan. Shuning uchun hech qachon faqat ovozingga ishonib, faqat talantingga ishonib, xalqni pisand qilmasdan chiqmagin.
Chunki senga non beradigan ham, tuz beradigan ham, seni bola chaqangni ham boqadigan mana shu pastda o'tirgan xalq. Shu xalqni hech qachon esingdan chiqarmadirdilar. Ustoz san'atga girib kelgandan keyin Xorazm san'atida keskin burilish yasalgan. Bu jo'shqin ashulolari buni aytib turgan, shu hayot hozirgi hayotga bog'lab turgan ijodlari shu raqqosalarni, ayollar raqslarini paydo bo'lishına sababchi bo'lgan. Chunki oldinlari ayollar raqsga tushmaganlar, ashula aytganda. Endi san'atda oldinlari lapar aytib bilsa, ashula aytib bilsa, shular san'atkor bo'lganlar. Ana shu ustozning ijodi boshlangandan keyin raqs san'atida Xorazm yallali raqslari paydo bo'lgan. Ustoz bilan 10 yildan ham ko'p birga raqqasasi bo'lib ishladim, birga o'zining ansamblida ishladim. Shu ashulani so'zini yodlamayınca bizani oynatmas edi. Oldin shu so'zini yodlaganingizni tekshiradi. Yodlab bo'lganingizdan keyin siz ijod etganingiz sizni izlashga, ijod etishga majbur bo'lar edingiz. Bu odam bilan kim ishlasa o'ta talabchan edi. Ulug' siymo degan bir go'zal so'z bor-da. Ulug' siymo u juda yaxshi insonlar ko'rinishi, yaxshi ijodkorlar ko'rinishi, yuzdagi o'sha farishtaviy ko'rinishlar, yuzdagi o'sha odamiylik ko'rinishlar, mana shunaqa go'zal siymo egasi Komiljon usta Ataniyozov. Ustozimiz Ikromjon Bo'ronov qo'lida xizmat qilayotgan paytimizda aka-uka Vahoblar, Sirojjon aka, Usmonjon aka bilan mana shu xonadonga 73-yili kelib Komiljon akani qo'llarini olganman. Komiljon akani shu ko'rganimdan keyin menda bir boshqacha hayot, ya'ni u insondagi o'sha o'ta kamtaranlik. U Komiljon Ataniyozov degan buyuk siymodan qochib yurishligini men o'sha kuni sezganman. U Komiljon Ataniyozov emas. U shunchaki bir bag'ri keng, judayam ma'naviyatga to'la, madaniyatga to'la bir dono bir siymoni ko'rdim. Axir butun insonni o'ziga jalb qilgan. Sahnaga chiqib tor cholib ashullayotganda, na'ra tortganda, o'rtada pastda o'tirgan tomoshabin hayratda qolib o'zini unutgan. Faqat Komiljon akaga bu xabar bergan. Ana shunday ulug' siymosi ham o'sha kungi Beshyog'ochda shu xonadonda menga gapirgan gapida kamtaranligini, o'sha ulug' ma'naviyat, madaniyat egaligini his qilganman. Inson bu dunyoda yashar ekan faqat yaxshilik qilishi zarur. Xalqqa xizmat qilish kerak. Insoniylik himmati hamma narsadan ustun bo'lmog'i shart. Komiljon aka hayotda ana shunday niyat, maqsad bilan umr kechirdi. San'atkorning umr yo'ldoshi Imsinoy Polvonova u haqda ana shunday xotirlaydi. U nafaqat o'zi shunday yashadi, balki atrofidagi odamlar, do'stlari, shogirdlari, yaqinlari va boshqalardan ham ana shunday yashashni talab qilardi. U Imsinoy opa bilan 1939-yilda turmush quradi. Ularning 36 yillik birgalikdagi hayoti ana shunday kechadi. Komiljon aka bu olamda 58 yil yashagan bo'lsa, shundan 20 yilini kasallikda o'tkazdi deb eslaydi Imsinoy opa. 50-yillarning o'rtalarida oshqozon yarasi xastaligiga uchradi. Keyin qand kasalligi paydo bo'ldi. 4 marta og'ir operatsiyani boshidan kechirdi. Lekin biror marta hayotdan, o'z ishidan, tashvishlaridan noliganini eshitmaganman. Faqat bir marta nihoyatda qattiq xafa bo'lganligidan xastalanib yotib qolgan. Bu xafalikning sababi bor edi. Ularning oilasida farzand tug'ilardi-yu, go'dakligida vafot etardi. Nihoyat navbatdagi farzand Dilorom tug'iladi. U 5 yil yashaydi. Keyin to'satdan kasal bo'lib, hayotdan erta ketadi. Bu yo'qotish
san'atkorning qalbini o'rtaydi. Bo'lgay muradifli muhammasida dardlarini shunday ifodalaydi. Mani avfaylangiz do'stlar, yoqamni chok etib yig'lay. Pushaymon qilmishimdan navhai aflok etib yig'lay. Farah o'rniga motam anduhi g'amnok etib yig'lay. Dahani ham dilimda angushim misvok etib yig'lay. Buningdek ko'ngli vayron yig'lamasmu, ori bo'lg'aymu. 50-yillarning o'rtalarida uning boshiga yana bir og'ir musibat tushadi. Akasi Foziljon baxtsiz hodisa tufayli vafot etadi. Uning 5 ta farzandini akasi o'rnida bag'riga oladi. O'z farzandlariday ta'lim tarbiya beradi. Hayot ulug' san'atkorni ana shunday sinovlardan o'tkazadi. Komiljon Otaniyozov ham xalqona yo'lni yaxshi bilgan, ham bastakorlikni o'ziga xos, ayniqsa Xorazmga xos qoida-qonunlarini ham juda chuqur idrok qila olgan odam bo'lganlar. Netay radifi bilan aytilgan bir ashula bor o'sha. Ashkim agar kanora yo'q deganda o'sha shinavanda bor yo'g'ini o'sha hofizga topshirib qo'yadi-da. Ashk so'zi shunaqa aytiladiki, o'sha ashkim agar kanora yo'q bo'lmasa bo'lmasin netay. Ohim agar shimora yo'q bo'lmasa bo'lmasin netay. Endi qarang, dengizni ham, daryoni ham qirg'og'i bor. Ko'z yoshiga qirg'oq yo'q ekanda, endi oqaverar ekan. Lekin o'sha ijroda shunaqa bir beparvolikka o'xshagan narsa bor. Bu ashkka nisbatan beparvolik. Chunki bu ashk ishq yo'lida oqyapti. Shuning uchun oqayotgan ashkka u jonini olsa ham oshiq parvo qilmaydi. Mana shunaqa bir obrazli ifodalar juda ko'p edi Komiljon Otaniyozovda. U kishi juda fikrlari keng doiradagi fikrga ega, ilmga ega, texnikaga, ilmga juda chanqoq bir odam. Shunday bir odam haqida film konsert qilsa bo'lmaydimi deb o'ylab qoldim. Endi qahramoningizni yaxshi ko'rmasangiz, ichki tashqi dunyosini yaxshi bilmasangiz, u yaxshi film bo'lmaydi. Muhabbatingiz o'tmasa ekan plyonkaga, u yaxshi film bo'lmaydi. Komiljon aka tabiatan sahna uchun yaratilgan bir artist edi. Shunday chiqqan paytda tomoshabinni o'ziga qamirib olardi. Psixologida. Keyin shunday o't qarash qilardiki, shu o't qarashda tomoshabinning yuragiga qo'r otardi. O'zini shu ashulani boshlaganda o'sha ashulaga bergan ruh bilan chayqaltirardi. مشاطي قزام بزميش قدي حالي Komiljon Otaniyozov 40 yillik xonandalik faoliyati davomida 1000 dan ortiq qo'shiqlar yaratgan. Shulardan aksariyati xalqimiz orasida san'atning noyob durdonalari sifatida saqlanib qolgan. Bunday qo'shiqlarni yaratish oson bo'lmagan. Komiljon Otaniyozov o'zbek qo'shiqchilik san'atida ko'p yangiliklar qildi. U ijrochilik san'atida tor bilan qo'shiq aytish yo'lini boshlab berdi. Mumtoz qo'shiqlarni yangicha yo'nalishda ijro qildi. Musiqa bilan ijro etiladigan o'yinlarga, xususan lazgi, orazibon, qayroq kabi raqslarga matnlar kiritdi. Ko'plab qo'shiqlarga kuylar bastaladi. Bularning bari san'atkorning ijodiy kashfiyotlari samarasi edi. Shuning uchun Komiljon Otaniyozov nafaqat o'zbek san'atida, balki O'rta Osiyo qo'shiqchilik san'atida
o'ziga xos maktab yaratgan san'atkor hisoblanadi. Dangasi hofiz emas edi u odam. Bu kuchli sahnaga chiqqanda emas, davrida 4 ta odam bilan o'tirganda ham u o'zi uchun kuylagan, o'zi uchun aytgan. O'zi shunga dod degan, shunga na'ra tortgan. Sababi shu san'at degan go'zal mo'jizani egasidir. Unga butun borliq, butun davlat, butun boylik qo'lidagi tor nafas, go'zal nafasidir. Ana shunaqa ulug' siymo. Zamona zayli va zamon tezligi va o'zlarini ijodlariga qulay bir soz bo'lganligi uchun u kishi shu torni tanlab, tor bilan tor ijrochiligida ham yangi bir yo'nalishlarni, ajoyib bir navobaxsh usullarni tanlab, chertib xalqqa manzur qildilar. Aytish joizki, to bugungi kunga qadar Xorazm ijrochiligida soz chertib ashula kuylab kelayotgan san'atkorlarimiz ana shu Komiljon aka boshlab bergan chertim yo'llarini davom ettirib kelyaptilar. U o'z davrida san'atni yuksak darajaga ko'tardi. Hayoti davomida turli unvonlar, mukofotlar oldi. Bular uning san'atdagi fidoi mehnatiga berilgan munosib baho edi. Ustoz san'atkor respublikamizning barcha nuqtalaridagi bunyodkorlik ishlarida ham san'ati bilan faol qatnashdi. Qo'shni respublikalar Xitoy, Hindiston, Birma, Afg'oniston, Kambodja, Tailand kabi mamlakatlarda gastrollarda bo'ldi. Sharq bulbuli sifatida e'zozlandi. Hindiston matbuoti uni Sharqning betakror kuychisi, yuksak ovoz sohibi deb e'tirof qildi. Ana shunday ehtiromga sazovor bo'lgan xonandani san'at sohasidagi ba'zi hukm farmolar unchalik ham xushlayvermasdi. Haqni haq, nohaqni nohaq deydigan ustozning o'zi ham san'at sohasidagi rasmiyatchiliklarni xush ko'rmasdi. Shunday hukm farmolar bilan san'atkorning to'qnashuvi 1967-yilda bo'lib o'tadi. Qo'shni respublikalardan birida bo'lgan O'zbekiston adabiyoti va san'ati kunlari anjumanida u bitta qo'shiqni aytib bo'lganidan keyin san'at ixlosmandlari undan Alisher Navoiy she'rlari bilan aytiladigan qo'shiqlarni kuylab berishini iltimos qilishadi. Xonanda bu iltimosni rad qila olmaydi. Shunda rahbarlar bilan san'atkor o'rtasida gap qochadi. Bu gap qochish natijasida san'atkor keyinchalik anjumanlarda sahnaga chiqarilmaydi. Rasmiyatchi guruhlarning sa'i harakati bilan Mushtum jurnalida u haqda repertuarlariga mos kelmaydigan qo'shiqlar aytishda va otarchilikda ayblanib tanqidiy maqola e'lon qilinadi. Bunday g'alamislikka chiday olmagan ustoz san'atkor og'ir kasalga duchor bo'ladi. Uzoq muolajalardan keyin oyoqqa turadi, lekin doktorlar uning qo'shiq aytishini taqiqlaydilar. San'atkor uchun qalbini to'kib soladigan, quvonchlari yu dardlarini odamlarga aytadigan, xalqqa xizmat qiladigan sahnadan boshqa joy bormi? Xonanda kuylamasdan yashay olarmidi? Yo'q. Doktorlar taqiqiga qaramasdan bir qo'li ishlamasa ham Komiljon Otaniyozov sahnani tark etmaydi. U umri oxirigacha xalq xizmatida bo'ladi. Hindistonga borganda Hindistonda bir qo'shiq ijro qilingan, endi O'zbekistondan sizlarga bir alangali salom degan ma'nodagi bir qo'shiq, Hindu o'zbek bixay degan qo'shiq. Endi bu yerda Komiljon akani oldiga bir ikkita o'zbek kelar ekan. Endi o'sha Boburiylardan zotidanmi yoki borib qolganlardanmi? Shu sal esda bor edi. Shu Komiljon akani oldiga kelib, asli biz o'sha O'zbekiston tomonidanmiz, O'zbekistondanmiz.
lekin nima qilaylikki, shu yerda nasibamiz shu yerda ekan, shu yerda tuz nasib qolib ketdik, shu yerda yashayapmiz, bola chaqali bo'lib ketganmiz, borishga hech iloji yo'q. Lekin bitta narsa umidvorimiz oxirgi daqiqamizga, nafasgacha. Shu ham bo'lsa shu ona tuproq. Agar siz Komiljon aka shuni ilojini qilsangiz, bir jo'natsiz deb yig'lab dotlab aytilgan gap. Xo'p deb qabul qilib qo'ysa bo'ladi-yu? Yo'q. Komiljon aka kelib O'zbekistonda kelib shu tuproqni solib Hindistonga jo'natgan ekan. Yodimni xalqqa bersam, shular bir ruhiy oziqa olsin deb xizmat qilgan bir insonga shu to'satdan bir quruq tuhmat bilan yog'dirilgan, lekin albatta buni uncha inson ko'tara olmaydi. Ularning ustida shuni bir ko'ra olmaslik deymizmi yoki bir ba'zilarga bir yoqmasdan bular shu ustozni ustidan ancha bir bo'xton gaplarni yog'dirishgan. Shunda ham bu odam matonat ko'rsatib, garchi o'zlarining sog'liqlariga bu narsa ancha ta'sir qilgan bo'lsa ham, buni darrov birovga bildirganlari yo'q. O'zlarining ichlarida o'zlari yutib mana shunaqa qilib ancha xasta bo'lib qoldilar mana shu tuhmatlardan keyin. Shunda ham baribir shu xalqimga xizmat qilaman, shu san'atiga xizmat qilaman deb shu xasta bo'lganlardan keyin ham ancha xizmat qilib yurdilar. Yorug' olamda inson hayoti sinovlardan iborat. Bu sinovlardan odam qanchalik muvaffaqiyatli o'tmasin, taqdiri azalning hukmlaridan ham qutulib bo'lmaydi. Komiljon Otaniyozovning taqdirida ham qancha do'stlar bilan uchrashtirgan, shogirdlar bilan yuzlashtirgan qadimiy Amul, hozirgi Chorjoy shahri ham qaltis joy bo'lib qoldi. 3 ta voqea uning hayotiga muhrlandi. 1952-yilda Chorjoyda san'atkorning yaqin do'stlaridan biri Yoqubboy aka to'y qiladi. U ham do'stining to'yiga otlanadi. Lekin to'yda qo'shiq aytish unga nasib etmaydi. O'z-o'zidan ovozi bo'g'ilib qoladi. Yurtga qaytib, bir oy davolanganidan keyin Komiljon akaning ovozi yana asl holiga qaytadi. Bu xush xabarni eshitgan Yoqubboy aka san'atkorni uyiga chorlab yana to'y boshlaydi. To'yga kelgan xonandaga yana qo'shiq aytish nasib qilmaydi. Yana ovozi bo'g'ilib qoladi. Keyin og'ir xastaliklar orttiradi. Chorjoydagi 3-qaltislik 1975-yilning oktyabr oyi oxirlarida yuz beradi. Bu yerga do'stlari, shogirdlari bilan konsert berishga kelgan ustoz san'atkor sahnaga chiqish oldidan yiqiladi. Qo'l va oyoqlari falaj bo'lib qoladi. Zudlik bilan Toshkentga temir yo'lchilar shifoxonasiga olib kelinadi. Shifokorlarning barcha harakatlari natija bermaydi. Atoqli san'atkor, el sevgan xonanda Komiljon Otaniyozov 5-noyabr kuni hayot bilan vidolashadi. Uni o'z vasiyatiga ko'ra Shavot tumanidagi Bo'yrachi qishlog'idagi Imorat bobo qabristoniga otasi yoniga dafn etishadi. Taqdiri azal o'z hukmini o'qiydi. Bu hayot ekan. 35 yil dunyodan o'tgan bo'lsa, Komiljon aka hali ham tirik. Hali ham tirik. Komiljon akam xizmat qilyaptilar. Televizorda ko'rib odamlar hali ham tirik dedi. Do'stlari, jigarlari, xalqimiz hali ham Komiljon akani tirik deb o'ylaydi. Har bir inson uchun hayotda umrguzarolik qilishlik oliy baxt berilgan. Kimdir bu olamda tinch, osoyishta, huzur halovatli umrini yashab o'tadi. Kimdir esa odamlarga yaxshiligi, xalqiga, yurtiga fidoyiligi, ulug' ishlari bilan nom qoldirib, o'zining ikkinchi umriga
zamin tayyorlaydi. Komiljon Otaniyozov ham san'ati, o'lmas ovozi bilan o'zining ikkinchi mangulik umrini yaratib ketganlardan biri bo'ldi. Ulug' san'atkorning mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan keyin prezidentimiz tomonidan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanishi, uning ikkinchi umrining boqiyligi, san'atimiz yulduzining nuri hech vaqt so'nmasligi ifodasi edi. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan hofizlar, san'atkorlarni qaysi biri bo'lmasin, ularni ijod repertuarlarida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalardan biri bo'ladi albatta. Ana shuning o'zi ham Komiljon Otaniyozov ijodini xalq o'rtasiga naqadar keng va chuqur ildiz otganligini bir belgisi hisoblanadi. Komiljon Otaniyozovni san'at yo'llari hech qachon hali bir so'lib qoladigan yo zamon almashi bilan, vaqt almashi bilan bir o'zini jilosini yo'qotadigan san'atlardan, maktablardan emas deb o'ylaymiz. Nimaga deganda mana hozir ham mustaqillikka erishganimizdan keyin u kishining san'ati yana rivojlanib ketdiki, qolib ketgani yo'q. Nimaga deganda mana mustaqilligimiz tufayli u kishi Komiljon Otaniyozov mana ko'rik tanlovlari har 2-3 yilda bo'lib o'tyapti. Birinchi tanlovlari mana Xorazmda 1997-yil bo'lib o'tgan bo'lsa, masalan, shaxsan men shunga qatnashib, shu ko'rik tanlovining g'olibi bo'lganimdan juda faxrlanaman. Mana hozir ham yoshlarimiz u kishining san'atlaridan juda bahramand bo'lib, san'at yo'li maktablaridan bahramand bo'lib, o'zini namoyon qilib kelayotganlarini juda guvohi bo'lib o'tiribmiz. San'at hayotning mangulik ma'naviy merosidir. Bu meros yillar, asrlar, davrlar osha boyib, boqiylik kasb etib boraveradi. Bu merosni boyitishda, boqiyligini ta'minlashda buyuk san'atkorlarning xizmatlari, yaratib ketgan o'lmas asarlari alohida o'rin tutadi. Komiljon Otaniyozov ham qo'shiqlari, kuylari, yuksak ijrosi bilan bu boqiy merosni boyitishga hissa qo'shgan ulug' san'atkorlardan biri edi. Shuning uchun uning nomi ham, qo'shiqlari ham xalqimiz qalbidan mangulikka joy olgan. Çeşmesinde daima sirap bulmaysan